Hava soğuşqa başladı. Manıga o'xshash dufu bilan ochiq-chuchuk pinto saqib yep-yaqma. Mayli mifam bilan yang yoki utaza nam bilan yang ajoyib issiq basidi jimo qaranglar o'xshab ketganiga. Eng avval ehtiyojimiz qarta dufu tayyorlab videoda ko'rsatgandek 3 bo'lim alatti to'g'rab tayyorlab olamiz. Mana shunday videoda ko'rsatgandek to'g'rab tayyorlab olsanglar bo'ldi. Bek nipizmi to'g'rab etmanglar. Hamda ayrim bir piyala 2 tal tuxumni chiqib, yaxshi bir aralashtirib videoda ko'rsatgandek suyuq alatti kelgandan keyin abiyatin tayyorlab olgan dufuning ustiga tekshi qo'yib olamiz. Hamda buning go'sht to'g'risaqmi bo'ldi, to'g'rimisaqmi bo'ldi, men azroq go'sht to'g'rib etdim. Undan keyin qo'shimcha materiallardan dufu pi, sinjang, samsaq, so'ng piyazlarni videoda ko'rsatgandek ushaq to'g'rib olamiz. Hamda buning azroq dunga qo'shib etdim. Yeni qishliq havo, yaxshi ko'rsanglar, selanglar, yaxshi ko'msanglar, samsanglar bo'ldi. Ko'rib turganinglarda qozonning tagini maylab dufuni silib oldikayni qizartib elib olamiz. Hamda qozonga azroq may qo'yib olamiz. Mening ishlatganim uzundan beri o'zim yoqtirib pishirib kelayotgan Atibulaq 1-darajalik sarangzimi. Atibulaq maylari yerlik usulda tabiiy siqib chiqarilgan, uzuqlik qimmat saqlab qilingan sog'lom may. Ta'mim shunchalik payzam tetimliq. Ko'rib turganinglarda xo'go tetqisidan bir bo'laq silib etdim. Agar xo'go tetqisi bo'lmay qolsa, lazundan bir qo'shiq yoki 2 qo'shiq atrofida silvatsanglar bo'ldi. Qozon qaynagandan keyin dunga, basay, azroq tuz silib, tuz ta'min tetib olamiz. Undan keyin oldinchilab yumshatib olgan pintoza, dufu pi ko'ksalardan silib, abiyatin tayyorlab olgan dufuni ustiga silib, taxminan 3 minut atrofida dumlab pishirib olsaqli bo'ldi. Qaranglar o'xshab ketgimga. Eng oxirida uyimizda etib olgan maylasi, azroq ochiq suv qo'yib, yaxshi bir aralashtirib, ayrim bir qachiq olib, mifam bilan yemsiz yoki non yutazlar bilan yemsiz, ajoyib issiq basidi jimo. Bugun oldingizmi? Qiynamiz sizni